Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan sizlarning vrachingiz doktor Sabirov. Bugun juda ham ko'p beriladigan savol, ya'ni jinsiy aloqada erta boshlanish haqida qisqacha gaplashib o'tamiz va uni sabablari va davolashlarini tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring, mavzuni boshladik. Assalomu alaykum doktor. Men erta boshlanaman. Jinsiy aloqadan lazzatlanishim kamayib ketgan. Avvallari yaxshi edi. Bu nimadan deb bemorimiz savol yo'llagan. Hozir bu savolga ham javob berib o'tib ketamiz. Xo'p, qarang, agar avval jinsiy aloqada hammasi yaxshi bo'lib turib, hozir sizda erta boshlanish bo'layotgan bo'lsa, bu normal holat emas. Ya'ni sizda qandaydir bir o'zgarish paydo bo'lgan organizmingizda. Bu nima bo'lishi mumkin? Ko'pchilik erkaklar uzoqqa ketib ishlashadi, oilasidan uzoqda bo'lishadi, kerak bo'lsa oylab, yillab ham yurishadi. Masalan, Rossiyadan kelishadi yoki boshqa davlatdan kelishadi, 6 oy yoki 1 yil ishlab, 1-2 marta aloqa qilib ko'rishadi-da, menda erta bo'shanish bo'lib turibdi degan fikrni boshiga solib olishadi. Buni birinchi sababi orasi ochilib ketganligi. Sababi siz jinsiy holatni boshi o'ta sezuvchan bo'lib ketadi shu payt. Siz 6 oylab, 1 yillab aloqa qilmaysiz, shuni hisobiga sezgirlik oshib ketadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi, siz jinsiy aloqa qilmaganingizdan keyin prostata bezlari dimlanib ketishi mumkin. Bu uje gigiyenaga ham rioya qilmasangiz, uje sizda infeksiya ham yuqtirib olishingiz mumkin. Yallig'lanish, aloqa orasi ochilib ketganligi keyin gormon o'zgarishi ham sabab bo'lishi mumkin. Buni sabablarini hozir yana qaytadan tushuntirib o'taman. Bu prosta hozir bemorlarimizning bergan savoliga javobda. Endi yana shunaqa sabab bo'lishi mumkinki, bu noto'g'ri hayot tarzi. Bu stress, depressiya, charchoq, masalan, kunda siz stressdasiz. Ishingiz o'xshamayapti, kredit, puldan muammo, oiladan muammo, er-xotin o'rtasidagi muammolar. Yana bir muammo, albatta bu er-xotin o'rtasidagi kelishmovchiliklar. Albatta, mana shu hayot tarzini noto'g'ri bo'lishi ham, noto'g'ri ovqatlanish ham sizda erta boshlanish olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar sizda muammo bo'lsa, androlog shifokorga uchrashing, boshqa shifokorga emas, ginekolog yoki boshqaga emas. Xo'p, endi общий erta boshlanishda bir tushuntirib o'tadigan bo'lsam, o'zi qachon erta boshanish deyiladi. Agar siz 1 daqiqa yoki 2 daqiqa bormasdan bo'shanib qo'yadigan bo'lsangiz, bu erta boshanish deyiladi. Yana bitta jihatdan ham o'tishim kerak. Mana, siz 2 daqiqada bo'shandingiz. Lekin bu payti ayolingiz ham lazzatlansa jinsiy aloqadan, unda ham shu mazza qiladigan bo'lsa, sizda erta boshanish deb aytilmaydi. Ya'ni 2 daqiqa ham siz uchun normal bo'lishi mumkin va ayolingiz uchun ham, siz uchun ham bu normal. Shuning uchun hech bundan qo'rqib o'tirishga hojat yo'q. Agar siz mana shu 1 daqiqa yoki 2 daqiqada bo'shanib qo'ydingiz, ayolingiz hech qanday bir orgazm, hech nima his qilmasa, o'sha bu erta bo'shanish desak ham bo'ladi. Xo'p, endi o'zi normada jinsiy aloqa vaqti qancha bo'lishi kerak? Normada eng kami o'zi standart bor. Standartda 3-5 daqiqa qilib olingan. Bu o'rtacha. Endi hammada har xil bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, menda 10 daqiqa bo'ladi. Unda men kasallikmi? Yo'q, menda 20 daqiqa. Kerak bo'lsa shunaqa bemorlarimiz ham bo'lgan. 1,5-2 soatlab ham jinsiy aloqa qiladi va bo'shana olmaydi. Endi hali u o'zi katta emas, unga keyin gaplashamiz. Xo'p, bular norma bo'ladi. Ya'ni individualli. Har kimda har xil. 5 barmog'imiz teng emas. Shuning uchun ham har kimda har xil bo'ladi. Prosta sog'liqni saqlash bizda standart bo'yicha 3-5 daqiqa qilib qo'ygan. Shunaqa bemorlarimiz bo'ladi. Mana menga ko'p kelishadi. Doktor, yaqinda uylandim. Bir hafta bo'ldi, 1 oy bo'ldi, hali aloqa qila olmadik. Nima bo'lyapti? Boraman deydi. Hali kirmasdan, friksiya bo'lmasdan turib bo'shanib boraman deydi. Ya'ni friksiya degani kirmasdan turib, hali qizlikdan bo'lgan ham yo'q deydi. Tekkandan o'zi otib yoradi. Endi bu holatda nima bo'lishi mumkin? Misol bilan tushuntirib ketaveramiz. Bu holatda bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda jinsiy olat boshining o'ta sezuvchanligi bo'lish ehtimoli juda yuqori. Albatta psixologik. Ko'pchilik mana shu bemorlarimiz umrida jinsiy aloqa qilib ko'rmagan, jinsiy aloqa nimaligini ham yaxshi bilishmaydi, lekin organizm nima deydi, qonga to'lib turibdi o'zi deydi-yu, shunaqa bo'lib turadi. Boradi, o'zi hali kirmasdan hissiyotga berilib yuboradi-da, tem bo'lib olat boshi ham sezuvchanligi kuchli, tekkandan o'zi bo'shanib yuboradi. Bu holatda albatta boya aytgandek olat boshining o'ta sezuvchanligi bo'ladi. Endi shu holatda yana bitta men savol beraman bemorlarimizga. Xo'p, ikkinchisiga urinib ko'rasizmi deyman. Ba'zi bironlar menda kuch qolmaydi dedi. Ba'zi bironlar urinib ko'raman 1 soatdan keyin. Unda ham shunaqa desa, o'zi bu 99% головка, jinsiy holat boshining o'ta sezuvchanligi hisoblanadi.
Endi bunaqa bemorlarga biz lidokainovit test qilamiz. Buni o'zingiz ham o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi. Lidokainovit test nima? Xo'p. Buni 5 marta aloqa qilib ko'rib bilish kerak bo'ladi. Lidokain spreyni olasiz, oddiy aptekada sotadi lidokain sprey. Buni qo'lingizga, tanangizning bu joyiga ozgina sepib ko'rasiz 3-4 marta. Keyin yarim soat 20 daqiqa kutasiz. Hech qanday qizarish, toshma, allergiya hech nima bermasa, qichishish bermasa, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Endi buni foydalanish qanday bo'ladi? Jinsiy aloqadan 15 daqiqa oldin jinsiy holat boshiga 1, 2, 3, 4, 5 marta sepiladi. Uzog'i 5, bo'lmasa 4 marta sepsangiz ham bo'ladi. Va hech nima kiymasdan yotish kerak. Bu o'zi singib qurib ketishi kerak bo'ladi. 15 daqiqadan keyin, ravon 15 daqiqadan keyin soatga qaraysiz, borib iliq suv bilan yuvib tashlaysiz. Nimaga yuvib tashlash kerak iliq suv bilan? Sababi mana shu jinsiy holat boshida qolib ketgan suyuqlik, boya lidokain suyuqligi ayolingizni ham sezgirligini o'ldirib yuborishi mumkin. Shuning uchun albatta yuvib tashlash kerak. Bo'lmasa ayolingiz hech nimani sezmay yotaveradi. Nima bo'lyapti deb. Shuning uchun albatta yuvib tashlash kerak. Endi yuvib tashlaysiz iliq suv bilan, keyin aloqa qilib ko'rasiz. Agar jinsiy aloqa vaqti avvalgidan kamida 2-4 barobarga ko'payadigan bo'lsa, значит sizda golovkani sezgirligi yuqoriligi bo'ladi. Buni lekin 1 marta emas, 5 marta qilasiz. Masalan, kunda 1 marta qiladigan bo'lsangiz, 5 kun aloqa qilib ko'rasiz. Mana shu 5 talasida ham 2 barobardan 4 barobargacha aloqa vaqti uzayadigan bo'lsa, 99% sizda golovkani sezgirlik yuqoriligi. Endi, xo'p, buni nima qilamiz doktor deydigan savol tug'iladi. Endi qarang. Buni ikkita yo'li bor. Siz постоянно lidokain spreyda yurishingiz mumkin, lekin bu ham oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. Yoki tabletkada yurasiz. Bu tabletka ham baribir organizmga ko'p ichadigan bo'lsangiz zarar bo'lish ehtimoli yuqori. Endi bundan qutulish yo'li operatsiya. Denervatsiya operatsiyasi bor. Masalan, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsa, mana jinsiy holat boshi bo'lsa, bunga keladigan nerv bor. Masalan, 5 ta nerv keladigan bo'lsa, shuni 3chalasini, 2chalasini kesib yuborishadi. Bunni sezgirligi kamayadi. Bir narsadan ehtiyot bo'ling. Mana shu operatsiyani qilib yurgan vrachlarga, urolog, androloglarga murojaat qilib buni qildiring. Agar umrida qilib ko'rmagan vrach bo'lsa, birinchi marta qilayotgan bo'lsa, ya'ni neopitniy vrach bo'ladigan bo'lsa, buni qildirishga shoshilmang. Endi men ularni yomonlamoqchi emasman. Prosta o'zingizning sog'ligingizga e'tiborli bo'ling deyapman. Shunaqa holatlar bilan ham kelishgan yonimga, denervatsiya operatsiyasini qildirishadi, yonimga keladi. Nima bo'lyapti desam, doktor deydi, men shunaqa operatsiya qildirdim. Operatsiyadan keyin deydi, bir vaqt qarasangiz dedi, aloqa qilaman, zo'r dedi. 15-20 daqiqa aloqa qilaman dedi. Bir vaqt qarasangiz dedi, soatlab aloqa qilaman ham bo'shana olmayman dedi. Charchab qolaman, jinsiy aloqa yoqmay qoladi dedi. Shunaqa holatlar bo'ladi dedi. Kirgandan o'zi bo'shana boraman dedi. Bu shaxmatni degan. Ya'ni bir safar unaqa, bir safar bunaqa. Shaxmat doskasi bor-u, oq qora. Shunaqa bo'lib turadi-da. Bu o'sha operatsiyaning asoratlaridan biri. Endi yana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Вообще boshana olmay qoladi. Вообще soatlab ham aloqa, kunlab ham aloqa qilsangiz boshana olmaysiz. O'sha bu operatsiyaning asoratlaridan biri. Shuning uchun bu operatsiyani qilib yurgan professional, tajribali mutaxassisga qildirishni maslahat beraman. Xo'p, endi birinchi sababini bilib oldingiz. Bu holat boshining o'ta sezuvchanligi. Endi yana shunaqa bemorlarimiz bo'ladi, hali uylanishmagan. Menga ko'p yozadilar. Mana shu Instagram, Telegramdan juda ko'p keladi, yozadilar. Doktor dedi, men erta bo'shanyapman dedi. 1 daqiqa, 2 daqiqada bo'shanyapman dedi. Xo'p, qachondan beri? Shu 1 yil bo'ldi. Uylanganmisiz desam, yo'q dedi. Keyin so'rayman. Uylanmaganmisiz? Aloqa haftada necha marta bo'ladi deyman. Yo'q, haftada emas, oyda 2 oydan bir bo'ladi dedi. Axir bu вообще siz buni aytsangiz xato-ku deyman. Nimaga desa, sizda regularniy jinsiy aloqa yo'q. Regularniy jinsiy aloqa bo'lishi kerak. Siz kamida haftasiga 3-4 marta jinsiy aloqa qilishingiz kerak. Shundan keyin kamida 3 oy yoki 6 oydan keyin aytsangiz bo'ladi, menda erta bo'shanish deb. Agar siz oyda 1 yoki 2 oydan 1 marta aloqa qilib turib erta bo'shanish bo'lyapti desangiz, bu xato bo'ladi. Bu yerda boya aytganimdek, sezuvchanlik yuqori bo'lib ketadi, psixologiya, buni omillari ko'p. Ko'p omillar ta'sir qiladi. Shuning uchun buni aytishga haqqingiz yo'q. Uylaning, 3 oy, 6 oy o'tsin. Ana shunda ham erta bo'shanish bo'lib turgan bo'lsa, keling ko'rigimizga. Buni sababini aniqlab turib davolaymiz.
sababini aniqlamasdan turib aptekadan borib oladigan bo'lsangiz dorilarni, har xil dorilar bor. Sildenafil tarkibli dorilar juda ko'p. Buni olib ichadigan bo'lsangiz, asorati ko'p bo'ladi. Bunga o'rganib qolishingiz mumkin. Sog'ligingizga minus ta'sir qiladi. Ya'ni davlengiz oshib ketishi mumkin. Bosh og'rig'i kerak bo'lsa, ranglarni ajrata olmay qolishingiz mumkin. Ertasi kuni вообще boshingiz yorilib ketgan darajada og'riq beradi. Shuning uchun o'zi boshimchalik hech nima dori ichmasdan turib androlog shifokoriga keling. Xo'p, yana shunday bir savollar keladi, men hayron qolamanda. Doktor, erta bo'shanyapman. Uylanganmisiz deyman. Yo'q dedi. Aloqa qildingizmi? Yo'q. Siz qayerdan bilasiz sizda erta bo'shanish borligini desam, masturbatsiya qildim deydi. 30 soniyaga bormasam bo'shanib qo'ydim. Voy, demak, qanaqasiga siz masturbatsiyani jinsiy aloqa bilan solishtirishingiz mumkin deyman. Axir u ham deydi kirib chiqadi. Yo'q, вообще boshqa narsa u. U qo'lingizning bosimi bor u yerda. Siz ko'rayotgan porno bor. Yoningizda hech kim yo'q, faqat o'zingiz. U jinsiy aloqa вообще boshqa darajada. Osmon bilan yerni solishtiryapsiz deyman. Tushuntiraman ekan. Mana shu savolni beradigan obunachilar ham eshitib turgan bo'lsa, buni bilib oling. Masturbatsiya bilan jinsiy aloqani вообще solishtirib bo'lmaydi. Вообще. Shuning uchun men masturbatsiya qilib erta bo'shanyapman deyishni xayolingizga ham keltirmang. Siz uylaning, boya aytganimdek 3-6 oy o'tsin, ana shunda ham erta bo'shanish bo'layotgan bo'lsa, kelsangiz davolab beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu savollarga ham javob berdik. Endi keyingi savollarni tushuntiradigan bo'lsam, bu gormonal o'zgarish. Internetda ham chiqib aytishadi-ku, gormonal o'zgarish. Qaysi gormonligini ko'pchilik aytmaydi. Aytib o'taman. Bu testosteronning kamayib ketishi va qalqonsimon bezdagi muammolar. Bunda ham kamayib ketishi yoki oshib ketishida sizda erta bo'shanish bo'lishi mumkin. Qanaqasiga qalqonsimon bez pastga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Albatta ta'sir qiladi. Sababi bu yerda ishlab chiqariladigan tiraksin gormoni butun tanangizni boshqaradi. Butun tanani. O'zi kichkinagina bez bo'lsa ham butun tanani, modda almashinuvini, hamma narsani boshqaradi. Shuning uchun albatta bunga ham e'tiborli bo'lish kerak analizlarda. Xo'p, keyingisi bu albatta yallig'lanish kasalliklar. Prostata bezi, moyaklar, siydik yo'llarida yallig'lanishlar albatta sizni erta bo'shanishingizga ta'sir qilmay qo'ymaydi. Do'stlar, mana shu hamma narsani tushuntirib o'tdim. Endi lecheniyasiga keladigan bo'lsak, orasida ham tushuntirdim. Agar olat boshining o'ta sezuvchanligi bo'ladigan bo'lsa, denervasiya operatsiyasi qilinadi. Gormonal o'zgarish bo'lsa, gormonlarni to'g'rilanadi. Bu albatta gormonlarni tekshirib. Bitta jihatni ham ayting, shu payti ko'pchilik keladi, doktor, men analiz topshirib keldim deydi. Ko'rib bering. Ko'rsam, gormonlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Uni o'zi to'g'ri keladigan joy bor. Xo'p, och qoringa topshirdingizmi deyman. Ha, qachon topshirdingiz? Soat 3larda, obed 2larda. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Soat 10, uzog'i 10:30-11. Shungacha gormonlarni topshirish kerak och qoringa. Obeddan keyin yoki to'q qoringa topshiradigan bo'lsangiz, o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun gormon analiziga topshirishga keladigan bo'lsangiz, любой vrachdan oldiga bormoqchi bo'lsangiz, och qoringa ertalab borishni maslahat beraman. Shunda shu kuni ishingiz bitish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xatolik ham kam bo'ladi. Xo'p, gormon o'zgarishlarni aytdik. Keyin yallig'lanish bo'lsa, albatta, qayerda yallig'lanish bo'layotgan bo'lsa, buni konkretni topib, davolab turib, ana keyin to'g'rilasangiz bo'ladi. Albatta do'stlar, bu yerda ayol kishini ham o'rni katta. Buning uchun ayol kishi ham eriga ozgina bo'lsa ham yordam berish kerak. Ya'ni, masalan, oddiy misol, shu payti ko'p erkaklarda xohish tushib ketadi. Xohishni oshirish uchun erotik mashqlar bor. Masalan, er-xotin o'rtasidagi masalan har xil preludiyalar bor. Preludiyani ko'proq qiling. Preludiya degan nima? Bu o'pish, erkalash, ya'ni jins aloqadan oldin qilinadigan narsalar. Ko'pchilik ayol o'ylaydi, что erim qilish kerakmi uni? Yo'q, siz ham qilishingiz kerak. Bu взаимоотношения bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi kerak. Siz ham, eringiz ham bir-biringizga qarama-qarshi buni ответ bilan qaytarishingiz kerak. Ya'ni eringizni hissiyotini uyg'otishingiz kerak. Ko'pchilik erkaklar keladi-da, shu doktor jins aloqam yoqmay qoldi menda o'zi dedi, erta boshlanayotgandan keyin dedi. Ayolim buni qoniqtirib bilmayman deb o'ylaydi dedi. Shu paytda siz ozgina psixologik ham podдержка qiling, har tomonlama podдержка qilishga harakat qiling. Albatta, eringizni androlog shifokoriga yuboring. Menimcha sizlarga mana shu bugungi ma'lumotlarimiz foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin kommentariyaga. Xudo xolasa, agar vaqtimiz topib sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Bu videoni mana shu erta bo'shanaman, uylanmay turib erta bo'shanaman degan do'stingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Aytgancha, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.